Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Xabaringlar bo'lgandek 2024-2025 yillik yoshlarni siyosatni tarbiyalash programmamizning 6-qitimliq leksiyasi, ya'ni bu yilgi eng oxirgi leksiyani boshlash oldi turibmiz. Hammalarning qimmatli vaqtini chiqarib qatnashganlar uchun oldi bilan hammalarga rahmat aytaman. Va bugun bizning leksiya so'zlab berish taklifimizni qabul qilgan Allah taklif bilan qatnashgan Abdurim Davlat apandimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Leksiyarimizga hoş geldiniz malum. Assalamu alaykum. Hoş bulduk. Amala Abdurim Davlat apandimni tunuysizlar deb o'ylayman. Shaxsan men vatanda vaqtimdan boshlablam Abdurim Davlat apandimning ba'zi leksiyalarini anglagan shu vaqtdan boshlablam Abdurim Davlat apandimni tunuydim. Shu vaqtdan boshlablam nayta hurmatim cho'nqirdi. Mening nazarimda Abdurim Davlat apandimni shu vaqtlarda vatanda vaqtlarda bir so'z bordi, imoniy erkak ziyoli deydigan. Shunda ta'riflashga bo'ladigan men nayt hurmatlaydigan bir ziyoli deb qarayman. Şuna bugün leksiyamiz qabul qilganligini anglab, shunda xush bo'lgandim shu ayni vaqtim. Yana bir qitim rahmat aytaman. Leksiya boshlash oldida ma'lum bo'lsa o'zingiz to'g'riliq qisqa bir so'zlab tunishtirib o'tgan bo'lsangiz, boshqa qarindoshlarning siz to'g'riliq tafsiliy bir ma'lumotga erishishga bor deb o'ylayman. Qani, amsa mikrofonni sizga bersam, oldin tunishtirishdan boshlab kelsak. Qani marhamat. Assalamu alaykum barliq qarindoshlar, ustozlar, birodarlar, bu yerda mendan cho'ng akalarım barcha. Mendan kichik inalarim bo'lishi mumkin. Qurlash og'inli bo'lishi mumkin. Shu hammalarga avval salom yo'llayman. Ismim hozir deyilgandek Abdurim Davlat, shu vatanda Xotanda cho'ng bo'lganman. Xotanda Ulug'nayt tug'ilib. Bizim boshlang'ich to'liqsiz o'rta maktab shu yerda o'tdi. 1992-95 yılgacha Xota viloyatlik Darul Muallimin degan bir maktab bor edi. Vatandalığı Sifan deb qo'yilgan maktablar, Shifan deyilgan maktablar. Shu yerda 3 yil Xitoy tili kasbini o'qidim. Keyin u yerni o'qib bitirib chiqib 1 yil yezilarda o'qituvchilik qildik. Undan keyin men 99-2011gacha Urumchidagi Abdumrayliq Ma'rif institutining ingliz tili kasbida Xitoylar bilan 2 yil ingliz tili o'qidim. Undan keyin xizmatni tashkil etdim, endi maktab Xotanga qaytmadim. Chunki davomli o'ylab o'qish va boshqa planlarim bo'lg'achqa, Xotandagi xizmatimni davomlashtirsam buni amalga oshirolmaydi ekanman deb o'ylab. 2003-yildan 2006-yilgacha Shinjong universitetida hozirgi asoslanma muallimi qo'lda adabiyot kasbida magistrlikni bitirdim. Undan keyin biz vatanda shirkat quramiz, pul topamiz, millat uchun puldek bo'yin ekan deb shuni o'ylab bir mezgil shu bu iqtisodiy ishni kelganda dedik. Mesela belki vatanda algan bo'lishi mumkin. Bilkan elektron şirketi deb bir şirket qurgandik. Shu shirkatni qurganimizda Yasinjon degan bosh texnik og'inimiz hozir turmida 25 yil kesavatdi men chiqqandan keyin. Biz eng dastlabda Android sistemini uyg'urchalashtirib, telefon, tablet degan narsani ishlab baqdik. Undan Bilkan lug'ati deb bir lug'at ishlatdik. Ammo keyin rasmiy to'rda bir kitobxona qildik. 2015 yıllara kelgan vaqtda 16 yillara Xitoydagi siyosat tuyuqsiz ta'tirga qarab mashq boshladi biz ko'nglimizda. Qarasam vatanning hamma yerlarida shu soqchi punktlar qurilishga boshladi. Undan keyin shu 78-yildan keyin toki 2016-15 chiqqan barliq Uyg'urcha kitoblar, nashriyat buyumlari, jurnallari qayta o'qiydi ekanmiz deb biz tahrirotdagi nashriyotdagi og'inlar shunda dedi. Shuni o'ylayman. Yani Uygurların kelgisi bundan keyin 20-30 yılgacha ig'ir bir kunni qolgandekmiz. Va shu chaqda 4-5 yil kesib kelib qolsa mayli yetib chiqadigan ashbiki degan tayyorlikni qilgandim kallamda. Ammo qarasam 4-5 yildan emas, balki ömürlük. Yani bir halokatli bir taqdir kutib olayotdi deb shu vaqtda men Abduqodir Jaloliddin kamga Abduqodir Jaloliddin tutilmagan vaqt 2017-yil 2-oyda. Qadika chiqib ketdilar, sizning ikki bolangiz bilan vatanning sirtida. İşsel çıtak, hazır yıl oruzuna girip gitti. Biz yakın yörettik. Vatanda raskin biz ma'arif bilan shug'ullanamizda Nobel deb bir yasli qildik. O'lji qatorliq yerni o'rin ko'rib, u yaslini kengaytirish planini qilayotgan vaqtda bütün yaslilarda Uyg'urchani cheklash shu biz bu vaqtda chiqishga boshladi. Ma'riflardan kelib, shu Uyg'urcha yaslining tomlari esilgan maktab qoidalari deganni Xitoychalashtirish buyruqlari kelishga boshlagandan keyin endi davomlashtirmoqdakmiz deb onda vazgeçishga to'g'ri keldi. O davomda endi men 2010-yildan
3 yıllargacha Şinjan Medeniyeti jurnalida nurg'un maqolalar e'lon qildi. Qurban Mahmud vaqtida. Ondan keyin bu maqolalarimning bir to'plangan to'plamini 2003 yılı Xalq Nashriyati tarafidan e'lon qildik. Yani medeniyetler mavjudligimiz deb bir maqola. Ondan keyin yana bir yil o'tgandan keyin nimani Samuel Huntingtonning Amerikalik Medeniyetler To'qinishi va Dunyo tartibini qayta o'rnatish degan kitobini xitoychadan tarjima qilib uni nashr qildim. Karl Lutherning Farzandlari deb bir kitob bor. Uni nashr qildik. Uni tarjima qildim. Ondan keyin 2014-yillarda vatanda bir kitap chiqardi G'ashqilaylar deb George Orwell'ning 1984 degan romanini inglizchadan tarjima qildim. Ama endi chiqish mumkin bo'lmay, buni 2018-yili biz İstanbul'da Teknobakan Uyghur Nashriyatidan uning tarjimasini chiqardik. Shunday qilib 2017-yili 4-oyda men balkim shu poyezdning eng oxirgi vagoniga esilgandek chet elga chiqib oldim endi. Bolalarımni elib shunday bir chiqishga nasib bo'ldi. 4-oyda Turkiyaga keldim. Shu yili 9-oyda men Konyaga Turkiyaga ketib, Konyaga ketgandim. Konya'daki Selçuk Üniversitesi'de tarixga doktorluk o'qishga kirdim, tarix fanlari bo'yicha. Shuning bilan ham o'zimning bolalari birazcık 6 balam var, ona qo'shib qo'yay. Bir tarafdan bolalarni o'qishi, bir tarafdan boshqa ishlar, asli davoning ishlari qo'limizdan kelgani bo'yicha. Ha, deb bir tarafdan maktabda o'qigandek, bu doktorluk o'qishim biroz plan qilganimdan uzun suzib qoldi. Axir mush yil shu 2-oyda maqolamni muvaffaqiyatli tamomlab, onu yoqlab axir tarix fanlari bo'yicha doktorlikka erishgan bo'ldim. Maqolamning temasi asosan 19-asrdagi Qashqarda qurilgan Yoqubbek davlatining shu vaqtda Hindistonni ishg'ol qilib olgan Angliya imperatorligi bilan bo'lgan munosabati degan temini yozib chiqqan bo'ldim. Hozir shu Konyada turyapman. Bir tarafdan Anqaradagi bizning Uyg'ur tadqiqot institutining Erkin Akram muallimning yordamchisiga bu yerda haftada 3 kun ishlayapman. Yani jurnal chiqaryapmiz. Haftalık yeni siyasi mulohiza, analizlar tayyorlab, shuni tahrirligini qilib, tarjimasini ishlab degandek. Vaqtda Konyada bir maktabimiz var, bir 70-80 Uyg'ur o'quvchi. Bu maktabning boshlanish ishlari o ishlar bilan. O maktabdagi bolalarning shu maktab demaylik kurs deyiladi aslında. Devlet maktablarini qaytgandan keyin u yerda bizda ona til, ba'zi diniy darslar shularni o'qiydi. Yani şu ishlar bilan aldirash hozircha. Biraz uzun tunuşturup saldım ha. Orta degansiz. Rahmat mamnun. Yaxshi bir tanishib bo'ldik. Amsa mushbetli leksiyani boshlab kelsak ma'lum. Qani, yana marhamat. Bu vaqtimizni chiqib tutdi. Tarix fanlariga olan qiziqishim vatandan boshlab bo'lsinmi, ammo arada edebiyot o'qidik, boshqa ishlarni aldirashib qilib biraz yiroqlashib qoldi. Chet elga chiqqandan keyin bir millatning milliy mücadelesinde, mustaqillik mücadelesinde tarix öğreniş, tarixni tushunish ve tarixiy ma'lumotlar asosida o'zimizning atrofidagi dunyo va qo'shnilarimiz va dushmanlarimiz haqida bir qadar ilmiy tushunchaga ega bo'lishni o mustaqillik davosi yo'lida ma'rigan har qanday kishi cho'qim belgilik darajada hozirlamasi bo'lmaydigan bir sifat ekanligini, bir saboq ekanligini his qildim. Şunu olan da 9-oyda tarix o'qiydi. Ben tarix kesbini tanlagandim. Endi bizgunki leksiyamiz tarix ilmimiz ve vatan davosiga ko'rsatgan ta'siridagi. Tarix ilmi degan bir qanday narsa desa, bu asli insonlarning yoki bir millatning o'zining va atrofidagilarning tarixga bo'lgan ma'lumoti, tushunchasidan asta shakllangan bir esleme asasında, bir hatıra asasında şekillengen bir an bu. Bu karmakın hükümlü olmaydıgan, ama bizden şu kişilerle tutkan muamele pozisyonumuzdan ait çok tesir gösterilen mühim bir narsa. Bunu adli düşündüğü vakitte biz manda adlilaştırıp bakılır. Millet ile millet okuması demez. Bir adem ile adem okuması da. Mesela ben palarını yaxşı düşünmediğim vaktimizde. Mesela ben Ahmet'le obda düşünmediğim vakitte zaten nemeni közü tutmakçı oluruz. Yani düşünmediğim bu hükümümüzün
asası zaten nima? Mesela biz normalde bir adamni bir gün, 2 gün görüşüp bir neçe qatim sorundu bizde bulup ben bunu nayt yaxshi tushunima diyemeyiz. Yani bir iki qatimli görüşüşümüz o adamni ben tushunima degan hukmni chiqarishimizga yetarlik emas. Ama biz palani yaxshi tushunima degan vaqtda, ko'pincha vaqtda biz uzun aralashgan. Yani uçuk desek onu bugundan burungi vaqtini, ya'ni o'tmishini bir qadar yaxshi biladigan kishilarni biz palonni yaxshi tushunma deylik. Bizning o shaxs haqidagi tushunchamiz amaliyotda uni biz biladigan o'tmish haqidagi ma'lumotlarimiz ustiga qurilgan bir tushuncha. Shuni asos qilgan bir tushuncha. Shu sababdan bizni bir odamni men tushunma degan hukmimizni muayyan uning kechmishi haqidagi ma'lumotlardan kelgan deymiz. Agar u ma'lumotlar kamchilik bo'lsa yoki xato bo'lsa, hatto biz ma'lum bir odam haqida uydirilgan ma'lumotlar asosida hukm chiqarsak, hatto u odam haqidagi tushunchamiz butunlay xato bo'ldi. Bunun yana bir misal alayım mesela. Biz kino görürüz o ba'zida. Sinemaga ko'rgan bir kino bo'lishi mumkin. Amerikada Jason Bourne deb bir jasus chiqadigan bir kino bor. Dağlaq kino. Jasuslar temisidagi eng yaxshi kinolardan biri deb qaralgan. Kinoning ismi Bourne Identity. Bourne'ning salohiyati. Shu kinoda dastlabki shu ko'rinish boshlanadi. Odam dengizni laylab qoladi. Birisi qutqizib oldi. Qutqizgandan keyin bu aqib bo'lgan vaqtda qarasa, hujumga kelganda u xotirasini yo'qotgan. O xotirasini yo'qotgandan keyin uning faqat shu terisining ostida bor kichik bir nima bor. Bir qattiq diskidek narsa. Shu orqali o'zining o'tmish haqidagi ma'lum bir uchurlarga ega bo'ldi. Ammo aslimasi quruq. O shu uchurlar orqali o'zini izlashga boshlaydi. Ya'ni uning o'zining o'tmishini o'qimag'achqa kelgusida qayerga borishini, nima qilishini bilmaydi. Çünkü o'zining bundan keyin nima ish qilishini qaror qilish uchun u o'zining o'tmishini bilishga ehtiyoj his qildi. Bunlar oddiy bir qoidani tushunadi. Men bugun men bo'lgan bo'lsam, meni men qilgan narsa zaten nima deb o'ylagan chog'imizda o'ylab boqinglar. Bizning amaliyotda mimimizda saqlangan o'tmish haqida eslanadi. Biz o'sha eslamalar bo'lganligi uchun biz o'zimizni paloni deb bir kimlikka ve bir menlikka ega qila olamiz. Onun başka yana bir misal. Onun o'xshash kinolarni yozib. Bular razvedka hikoyalariga qarasanlar, ma'lum bir gumondor tilga ilingan odam soqchilar darhol nima deydi? Razvedchiklar. Uning orqasidan keldi. Ya'ni uni orqasidan izlaydi. Ya'ni burun nima ish qilgan odam ekan, qanday qilgan odam ekan, tuniga kim bilan kurashgan, o'lishgan kim bilan kurashgan, qanday tuqqanlari bor. Burun nima ish qilgan deb tash boshlang'ich hozirgacha bo'lgan topalaydigan barliq orqasini selishtirish orqali bu odam haqida analiz etib bordi. O analiz etib berishki maqsad odatda cho'ng jihatdan ikki. Birisi shu gumondorning keyingi harakatini qiyos qilish, faraz qilish. Ya'ni buni tıpkı ega odam bo'lgan bo'lsa, balki buniki bunday qilishi mumkin deb faraz qilib turib, uni tutishtirishdi. Yani biz bu şu deganlarimiz asosida bir millatlar bir millatning munosabatiga qarab boqaylik. Biz yuqorqisi ikki shaxs o'rtasidagi munosabatda. Endi bir millat bilan bir millatning mujodilasida. Bir millat o'zining tarixini va dushmanning tarixini texim yaxshi bilsa. Xuddi hali razvedchik o'zini tutmoqchi bo'lgan odamni qancha yaxshi bilsa, uni oson mag'lub qila oladigan o'xshash. Bir millatni o'zining raqibini, o'zining dushmani bo'lgan millatni mag'lub qilish uchun hech bo'lmasa eng aqalli narsa uni tushunishi lozim. Ve uni hareketlerini qiyos qila olishi lozim. To'g'ri qiyos qilish mumkin bo'lmagan taqdirda umumiy jihatdan qiyos qila olishimiz lozim. Buning oldingi sharti nima? Albatta tarix o'qish va tarix o'rganish. Abdan mushu masalada e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Biz ular Uyg'urlar, hatto cho'ng jihatdan aytganda Türk millatlari, shu ba'zilar Türk tarixchilar deb qo'ydi. Türklar nuqul tarix yaratgan, ammo tarixni yozmagan millat. Biz yozmaganligimiz uchun, yezib qoldirmaganligimiz uchun men bugun demoqchi bo'lgan tarix haqidagi ilmimiz ro'shan va suzuk emas. Ro'shan va suzuk emas. Tarix ilmimiz suzuk bo'lmag'achqa biz Xitoyning
Bizning tuprog'imizda erib boradigan siyosatni oldin faraz qilolmaymiz. Uni oldin qiyos qilolmaymiz. Xitoy bilan biz bilan bo'lgan munosabatini hatto mushu bir xil hayot mamotliq bir dushmanlik munosabati ekanligini emas, her vaqt chiqish qilish ehtimolligimiz bo'lgan bir dushman sifatida muomala qilamiz. Hozir nurg'un uyg'urlar shunday muomala qiladi. Sen zulmni yengillatsa, yana aklashib qolg'ili bo'ladi deydigan xomxiyolga ega nurg'un kishilar. Shu xomxiyolning sababidan tarix evimizni Xitoy bilan bo'lgan Türkiye'nin Uyg'urlar munosabatining 2000-3000 yillik bir tirkishish munosabati ekanligini, hatto Saddichinga o'xshash konkret bir moddiy paketlari bo'lgan bir narsa bo'lsa-mu, ammo bizning evimizda bu Xitoyning evida mavjud bo'lgandek kuchli va konkur emas. Biz buni his qila olmaymiz. Shu bir jihatdan buni nimani qo'shish lozim? O'sha kimlikni qo'shish kerak. Chunki kimlik evimiz tariximizga biroz munosabatli. Bunu tushunish uchun men yana bir oddiyroq bir misol berishga tirishay. Masalan, bir odam kasal bo'lib kelib, doktorxonaga yetib qoldi. Uning qo'lida og'ir bir kasal bor dedi. Doktor kirib, sizning qo'lingizni saqlayib qololmadik, men qo'lingizni kesib, boshqa bir qo'l almashtiraylik desa, hayot qoldigan shu odamdan dedi, mayli dedi. Qo'lni almashtirdi. Bu kasal uning putiga tarqadi. Uni almashtirdi. Bunu ma'qul deydi. Yana bir butun almashtirdi. Oxir bütün a'zolarni almashtirdi shunday. Hatto ichki a'zolarni böbrek, yuragiga qadar keladi. Ammo oxirgi vaqtda uni ham almashtirmagan shu bo'ynining ustidagi kallasi qoldi, ningasi. Shu vaqtda endi bir kallangizni almashtiraylik. Bu misayatgan bo'g'adek siz degan vaqtda bu odam qanday o'ylashi mumkin? Bu chog'da men kallamni almashtirsam, men o'lganimdan nima farqi? Benim bütün beni men qilgan, meni hayot tutib turgan narsa mening putum emasligini, qo'lam emasligini, hatto börek o'pkam emasligini. Meni men tutib turgan narsaning amaliyotda mening minamga qachilangan aslimam ekanligini shu vaqtda his. O vaqtda mening aslimam butunlay boshqa bir odamning aslimasiga almashib ketsa, tamam yani mingimizni almashtirdik deydi. Mening bu qo'limga yetakchilik qiladigan boshqo'mondonlik markazi bo'lgan men boshqa bir markazga almashib ketgan vaqtda men yana kunigunki men bo'la olaman. Bo'lamayman. Bu vaqtda men o'lganim hayot qolganimdan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Bu vaqtda u men emas. Demak bizning menligimiz, kimligimiz bu mingimizdagi asliga munosabatlik va bu tarix degan. Tarix degan. Ya'ni bizni biz qilib turgan bizni men qilib turgan, Uyg'ur qilib turgan narsa amaliyotda bizning tarix emimiz va tarix aslimalarimizni uzuq manbasi qildi. Bu qancha sus bo'lgansa, bu qancha pachpurat bo'lgansa bizning kimlik tuyg'umiz va tarixiy emimiz, tushunchamiz shuncha mustahkam bo'lmaydi, ojiz bo'ldi. Aslında shamol chiqsa, barbod bo'ldi. Masalan deylik, bir oddiy bir misol olsun. Bu yerdeki köpünçimiz yaşımız asıl okşaş bulaşım mümkün. Mesela ben dadamdan ayırarak anlayıttım hem de. Dadam ötmüş hakkı yapılan vaxtda. Yani Xitay 49 yılda vətən işğal qılandan keyin bizning mengimizga to'xtamay quyib etgan bir qancha gap bor. Azodlikdan keyin deydi. Elbette işğaliyatdan keyin de. Ama azodlikdan keyin deganlik uchun Uyg'urlar mengisida bu bir alıp ötkül olmayotgan bir sepilga o'xshash shakllangan narsa bor. Bu Xitoy bizni ozod qilgan. Dadam o'tmish haqida gapirsa davomli shu ozodlikdan keyingi davrning gapini qilib berdi. Olam ozodlikdan keyin bunday bo'lgan deydi. Dadamning ozodlikdan burungi tarix haqida hech qanday ma'lumot yo'q chunki. Ozodlikdan burun Uyg'urlarning qanday yashaganligi, bizning qanday mujodala qilganligimiz, qanday qozonib o'tganligimiz. Shu dadamning Uyg'urligi o'zining shunday qisqa bir xotirasiga asoslangan. Shu xotirasi orqali Xitoyga muomala qildi. Menimcha, nurg'un mening dadamlar emas, nurg'un dadam shunday.
Bunu ondarlısın. Bir narsa oylab bakılı 78 yılı Medeniyet İnkılabı degan shu vaqa oxirlashib, Mao o'lgan vaqtda, uning butun Xitoy miqyosida motam tutilgan vaqtda, shu motamga son sanoqsiz Uyg'urlar o'zligidan qatnashgan va ichidan mavzuning uchun shu yig'lab baqshab motam tutishgan. Bu chunki u intaqi 78, 80 yillarda yashayotgan nurg'un Uyg'urlar 60, 70 yillardagi bizga selingan bizning vatanda bo'lgan nurg'un zulmlarni xotirlab qoldirmaganligi uchun, birisi-birisiga eslatmaganligi uchun, so'zlamaganligi uchun nihoyatda tez yuyilib ketgan. Endi u tarixda qoldi deydi. Yiroq ketdi. Balkim sizni hayron qoldirgan bo'lishi mumkin. Meni bek hayron qoldirdi. 2016 yildan keyin, Chunchungu kelgandan keyin, 2017 yildan keyin Xitoyning haqiqiy biz hozir irqiy qirg'inchilik deb atayotgan bu zulmi umumyüzlik başlangandan keyin bu Xitoyning zulmini bevosita yoki vositalik chetimagan vatandagi va chet eldagi bir Uyg'ur qolmadi. Bunga 2017 yildan hozirga qadar 8 yil vaqt bo'ldi. Mana hozir Xitoy o'zining bir bosqichlik siyosatini tamomlagandan keyin aslida bizga dunyoni aldash va bizni paypalash uchun azroq bo'shti siyosatga yo'l qo'yadi. Shunda bo'shti siyosatga yo'l qo'yayotgan için ben qardoq chet eldagi nurg'un Uyg'urlarda asonla shu sohaning zulmlarini ya qasddan unutib ketish, ko'z yumushdek bir narsani ko'ryapmiz, his qilyapmiz. Mana bu tarixiy ong degan narsaning ne kadar muhim ekanligini ko'rsatadigan yana bir narsa. Masalan, buna kadar ko'p misol olinmadi leksiyalarda. Bizim vatan 2017'den başlap, aslında 2015'den başlap vatandan sırtına nurg'un Uyg'urlar chiqdik. Her bir Uyg'urning hayoti, her bir Uyg'urning beshidan o'tgan kechmishi Xitoyning Uyg'urlarga solgan zulmini o'xshamagan nuqtalardan intayin ta'sirli, jonliq bir shaklda ifodalaydi. Her birimizning kitap o'qidek derdimiz var. Umumiy millatning var. Her bir shaxsning, her bir Uyg'urning var. Bana muşu hikayeyle yazıldı bu. İnsanlar muşu esnemelerini hatırı kaldırdı mı? Kılmadı. Eğer çetlerdeki aşı mancı olan insan öyle bana en az 1000 parça üzerine geçmişini yazsın diyelim. 1000 parça kitap yazsın diyelim. 100 bedetle, 200 bedetle etrafında. Bunun da fakat üzerinin 5'ini ötkülgen işlem yazsın. Mesela pasport bilgiye vakti ilk ispeslikler üzerinin isminin hata yazılışının sebebini tartkan dişvarcılıklar, planlıq to'g'ri haqidagi masalalar har bir o'zining beshini o'tkazgan narsa. Mesela ishga kirgan vaqtdagi kamsitishlar, yotoqda yotgan vaqtdagi yotoqda yotqizilmaslik qatorliq shu ushaq detallarni yozsin deydi. Vaqtda butun dunyoga biz Xitoyning bizga qanday zulm silayotganligini hozirgi ilmiy tadqiqot doktoratlaridan jonliq ro'shan tushuntirgan bu. İnsanlar hech bo'lmasa 2 ming odamning yolg'on aytmaydiganligini bildi. Şu hazır Xitoylar o'zining tashviqot kuchiga tayanib turib, dunyo ishinib bo'lgan bu zulmni va asli undaq emas ekanligiga u digizlaydiganligiga ishonchisi bor. Shu hozir hech bo'lmasdan u ishlarni qilyapti, ko'ryapmiz. Ama biz boshqa mesela o'z aslimimiz orqali bo'lsin qila olamiz. Va bu aslimamdi. Bir qadam kelgusiga yurlaydi. Biz tarixiy nuqtadan qarab. 20 yil 30 yildan keyin bizning nurg'un bolalarimiz chet elda yashaydi. Tug'ilgan bolalar men chet elda yashaydi ondan keyin. Shu bolalarimiz shu bir necha yuz parcha kitobni o'qisa, anandan keyin u bolalarda bir milliy ong, vatan sevgisi degan narsa shakllanmanda. Xitoy bizning ajdodimizga, mening dadamga, onamga, bobomga, cho'namga, urug' tuqqanlarga manda zulm saqt ekan deb u ong shu vaqtda shakllanadi. Hozir mushipretim olsak biz bu o'zimizning avlodlarini qandaymi bir milliy ong bilan vatanparvarlik bilan tarbiyalaymiz. Çünkü bunda terbiyeleş için bizim ne buluşu lazım? Kulumuzda bir menbe oluşu lazım, uzuk buluşu lazım. Bu uzuklu üzümüz işlep çıkarışımız lazım ama kılmayatımız kılanmadı. Bu hakikaten nihayet köylü yerim kıldı bu işimiz. Onun için böyle bir teşkilatka ezalaştırma acıtı yok. En akallisi üzerine bir insani mecburiyet adı kılış noktasında o zaman
hatırlayıp yazıp koyuş gerek. Aşında tesirlik neresi yok. Mesela Tahir Hamit yazdı. Dikkat kandırış olamam ki. Tahir Hamit'in aşı esemesini okup baksak hemmemiz benim beşimde mi muş iş ötken o diyeleyimiz. Bir Uygur'a nispeten hayran kalarlık hiç kanda neresi yok. Ama o kitap İngilizce tercüme kılındı. İngilizce çıktı. Aval. Buna aitlik kızıkış kozgudu hazır. Nur tercüme kılınmadı. Nur tıllar tercüme kılınmadı. Hatta biz balalıkımızdan başlap uşuğan meselelerini yazsak. Onu kılanmamda kılalayımız evveliyat. Kılalayımız. Hem bu arkalık biz chet ellik tədqiqatçılığa nəhayət kengre bir material mənbəsi sunalayımız. Keyinci bizning aşı eslemelerimiz nurgun doktorluk, magisterlik makalelerinin tam eşyası bulalaydı. Bu bizden aşı tarih hatırlamaslik ve tarihi an muşu düşüncinin hakikaten kemçiliklerle göğüsülen bir terapi demektir. Ötmüşlüğü yazmadık. Mesela Türklerden tarihini tespit ediş için, Uygurlardan tarihini tespit ediş için, bütün tarihçiliğinin asaslı bulanma kadimki tarihini tespit ediş için çok faydalanılan birinci mənbəsi qaysı materiallar? Hemimiz biliriz. Xitaycı material. Şimdi miladiden burunki devreden başlayıp Xitayla kaldırılan Xitaycı materiallar, Xitaycı hatırlığı asaslanıp turup anladın ki tədqiq edişle mecbur olur. Çünkü o devreliğe alakadar Türk dilde yazılgan birinci kol materyallar intayın kemki. Bulup mu bunu Xitaylık sisteminde kılık ordu tarihçılık mesele şu vakitte tıkım çok farklı. Hem de gelimin ikinci kısma geldim. Onda da mücadelemiz için yeni bir muhimde. Ve ona ait roşen bir misallar düşündürüşme. Birisi şu Xitayla Türk tarihçılık gibi bu fark. Bu nelik bu erkin malum bunun en ustası. O məxsus bir leksiya qılıb sözləb bəzi təqim yaxşı. Yəni Xitay tarixşünaslığını en yaxşı bildiğin adamlarımızdan. Mən qısqaçalam bildiğinlərini bayan qılsam, Xitayın aşı miladından burunqu nimilərin, ta ki Sımaciyen dövrlərindən başlap, bütün sulaleler vaxtlarda şu xandallıqlarını kaldırılan tarihleri var. Şu Henname, Tangname, Yeni Tangname, Konu Tangname, hemen Slavsız ismini anlayan ve bilgi. Tom eserler var. Xitay ziyalileri bunun başta ben müşahını okup geldi. Okup yetişken. Üzünü aşağıda yetiştirdi. Xitaylı şu an bunu bildi. Oğluğa nispeten Sebbiçin diyen nesli tılgırırsa, Sebbiçin'in şimalıdaki barbarlar, yani yavayi milletlerden Moğollar, Türkler siktirdi. Yunan tarih hakkındaki nemisine ait saklaşkı tırışkan. Mesela şu bulan Çin sulalısının arıqçılığa qaraydigan bolsaqlar, adamni hayron qoldirgan darajada inchki. Agar bizim mesela Çin sulalısının mustamliksi ostidagi Uyg'ur yoki Sharqiy Turkiston tarixini tadqiq qilmoqchi bo'lsak, eng dastlabki foydalanadigan narsamiz nima? Ya'ni shu Çin sulalısının bizning vatanning har qaysi nahiyalaridagi ambollari qoldirgan xotirlar var. Maxsus arxivlar var. Hozir Tayvanda, Beyjingda saqlanıyotir. Shularga murojaat qilishga mumkin. Bu xotirlarda hatto palon ayning palon kuni palon oxun suv talashish sababidan palon bilan jidallashish qilib manda bo'lgan. Bu manda hal qilingan deganga o'xshash xotirlik qadar taqlangan. Chunki manjular Xitoylarning davlat boshqarish an'anasiga varislik qilgan millat. Yani kunuzchilikni asos qilgan manda bir xarakteri var. Hem de del, hem kelmek şu an noktam şu. Bizde yakın zamandaki bunu bizni şu Xitay topluluğuna müstehkem bağlı etken en ahırkı istila 1876 yılı başlandıran ve 1877 yılı ahırlaşma Zolton'dan Şərq Türkistan'ı istila kılıveriş, işgal kılıveriş. Zolton 1884 yılı amandaki bizim vatandaş ismini Şincan diye isim var. Şu 84. yılı özgertken. Bunu eskertişimlik sebep bir parça yerde hele çok ziyarlarının Zolton'da 1884 yılı Şərq Türkistan'ı besip algandan keyin de sözlüğünü aldım. Bunda akalli hatalıklara yol koymasımız lazım. Bu 77. yılı besip aldı. 84. yılı anadaki Şincan diye isimini özgertti. Bu aralıkta bir parça yıl var.
Zozultan bizim vatanda kurulgan bayanmet tılğagan Yakup Bey hakimiyetini ağdırıp etip anandan keyin bizning vatanimiz resmi şekilde istila qilingan bo'ldi. Bu yerda men so'zlamoqchi bo'lganlikdan shu Zozultan nim bo'lib bu Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishni o'ylab qoldi degan bir masala. Bu 1865 yılı, aslında 1864 yılı Kuşağı'da bir kuşağı kozgolama partlaydı. Şu vakitte şu 64 yılın 65 yılında çoğun bir yıl içinde Kuşağı'da anladığım Hoten'de, Olcu'da, Yelken, Keşke ve Ürümçi Katarlık yerlerde arkadan kozgolan partiler 65 yılı yani 64 yılın ahırgacha asasen Şərq Türkistan'daki Manjolun hükümranlığı tüm ahırlaşkan buldu. Fakat Şərq'de Kumul'da hep kaldı. Kumul'da 64 yılın kuşağı kozgolamada bir katım tatı ağam olsun ama onu kayıtıp ketkendiğin keyin Kumul'da kayıtı Manjol'a egenlep aldı. Demek ki onun şu bir yıl içinde bir kanca şehir hallıkları bizden Şərq Türkistan'da kuruldu. Keyin Yakup Bey Hokant'ın Kaşkay'a kelip bu begliklerini bazı hilmi kürülen, bazı kural küçülen boysundurup ahırı 65. yılı asasen bizden 6 şehir ve Ürümçi'ni öz içine aldı. Ürümçi'de o vakti öz içine almadı. Ürümçi'de 70 nestinci yılı şalık oldu. Asasen şu Temir Cenubunu şu coğrafyada ta ki azıcık Ladakçı olan topraklarını Pakistan'ın azıcık Keşmir'e yıkanlaşkan yerler. Şuralarını öz içine alan bir 6 şehir devletini kurup çıkıyor. Önemli Rus tarihçileri 7 şehir devletindeydi. İngilizler Kaşgariya'daydı. Xitaylar şu 7 şehrini tercüme kılıp Cöbeşar dep ataydı ki. Biz Kaşgar Hallıkı deymiz. Osmanlılar Kaşgar Emirliki deydi. Nima olmasa şeyde Kaşgar Hallıkı'ya da bir devlet kuruldu. Bu devlet 1876 yılgacha 7 yılgacha devam etdi. Bu müstakillikten keyin o vakitte Manju hakimiyeti acizleşiyotgan bir devir. Biz bilimiz şu çağılda Allah'ın Epgün uruşunu mağlup oldu, Yapun'la karşı uruştu mağlup oldu. Şuna olan Çin Sualsı'nın içki kısmı da şu Şerif'ni Qoğdaş ve Garip'ni Qoğdaş hakkında bir münazara başladı. O vakitte devlet içindeki en güçlü ihtiyaç veziri birisi Li Hongzhang. O deniz armiyasındaki mesul ve Zozultan'dan küçük bir başvezir. Yeni birisi adı Zozultan. Zozultan şu Taiping Tengu'nu bastırıyor. Anladığım ki Taiping Tengu mesela nemini. Shanxi, Gansu, Ningxia'daki Tungalarının kozgulağına bastırıyor. Yine Nianjin kozgulağına da bir kozgulağına onu bastırıyor. Katarlık kozgulağına bastırıyordan ait hizmet gösterdi. O 1870 yıllara yakın o kozgulağını bastırıp oldu. Ona alakalı devlet içinden ait güçlük etibarına komandalarına oluyor. Bu Li Hongzhang'ın Zozultan kilisini Xitay. Çin Sualsı ahırki mezgilden o Xitay vezirle yükselgen. Onun aldı da Xitayları çok evvel vermeye aldı. Şuna olan bir ordunun içi de Zozultan şu Gansu Shanxi'deki Müslümanlar yani Tungalarını tincitip boğandan keyin hem de Garip'teki Xuybu deydi Tungallar bizden rayonda vakti Xuybu deydi. Xuybu degen şu Müslümanlar rayonu degen beğendi. Müslümanlar rayonunu u yerden boysundurmaz degen vakitte ordunun içinde evveliyette karşılık kudu çıkıldı. Şu çağdaki Gong'da bir kıskı tuğan bir Manju imparatoru. Hatta o nemeni Tivetili yani Şərq Türkistan'da karımız olması o. Çünkü uyarıcı kılkaçlarımız her yılı armiya üçün olan serpiyatımız var ama uyarıdan bizi 2 yılda ancak baylık yokken buna izlemeydığın ticarette hesaplap bu işte. Ziyan çıkırken bu işte. Bunu vazgeçildiği vakitte Zozultan buna karşı çıktı. Li Hongzhang Zozultan'a karşı çıktı. O deniz boyu xatarlik. Gördüğünler bir yerde Japonya var. İngilizler yani Amerikalılar hatta Germanya, Fransızlar Allah'ın Şərqdeki deniz boylarına kelgen ayrım şehirlerde üzerine tesir rayonlarını kurgan vakti.
biz bu deniz müdafiasini yaxshi qilmasak, davlatning taqdiri texnik xatarlik. Shuni olib, Manjurning ichida Sayfang bilan Xayfang. Birisi quruqlik müdafiası ve birisi deniz müdafiası taraftarları deb nəhayət çok bir münazara. Bizning taqdirimizni belgilaydigan bir münazara başlandı. Li Hongjiangning deganimni qarmoqqa ait shu vaqtda kuchli ekan. Masalan, İngilizlar tarafidan mag'lub qilindi, Apyon urushida, Javu urushida Yaponlar tarafidan mag'lub qilindi. Ya'ni kuchli dushman sharqda. Bütün kuchimizni sharqqa qaratili, g'arb to'g' masala emas. U yer bilan karimiz olmasin dedi. Ammo Zozongtang bu münazarada bir qancha masala o'tirib qo'ydi. Bu dedi. O tarix bilan munosabatlik. Tarixdan bu yan g'arb bizning g'arb tarafimiz aciz bo'lib keldi. Asosli xatar shu yerdan keladi. U bunda deydi. Agar shu nima qo'ldan ketsa, shu musulmonlar rayoni Xuybu qo'ldan ketsa, Sharq Turkiston demakchi. Mongoliya qo'ldan keladi. Mongoliya qo'ldan ketsa, Beijing qo'ldan keladi. Shunga biz g'arb tarafni qo'g'dishimiz lozim. Bu yerda diqqat qiladigan nuqtamiz bu munozaraga dalil ishlatgan vaqtda u tarixdan keladi. Tarixdan keladi. Ya'ni tarixdan buyon izchil bizning shu o'ttir tuzlanlikdagi hokimiyatlarimizni shimoldan kelgan Hunlar, Mo'g'ullar, Turklar, Manjurlar qatorliq izchil shu shimoldan kelganlar, g'arbdan kelganlar bizning azaliy dushmanimiz shular. Shulardan kelyapti. Bizga shu sal qaraydigan yer emasdan o'zining munozarasining dalilini tarixiy dalillar orqali kuchlantirdi. Oxiri bu munozarada Zozongtang yengdi. Yani orada Zozongtangning qarorini to'g'ri topdi. Shuni bilan Zozongtangga sen g'arbni tinchsan bo'ldi degan huquq berildi va bizning istiloyimiz bilan boshlandi. Ben bu yerde bunu tilgalishimdagi muhim sababi nima desanlar? Zozongtang bir tarafdan bir qo'mondon bo'lib chiqdi bilan, u bir tarafdan Xitoyning ziyolisi. Uning yozgan eslamalaridan buni his qilib oldi. Jiq kitob o'qigan bir ablah. Bu bizning vatanni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin degan bir gapi, qachon buni ro'shan ko'rsatdi. U bunday deydi. Bu g'alaba. Ya'ni bu yerni qayta qo'lga keltirish tarixdagi shu Han sulolasi va Tang sulolasi davridagi g'alabalarga o'xshash cho'ng g'alaba. Demak, şu 1870-yillar yaşagan aşı Zozongtang degan aşı qo'mondon Xitoy. Milodidan burungi Hanvudi davridagi Gangchen qatorliqlarning shu bizim vatan kelganligini, Tang sulolasi davridagi bir mezgillik Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan bir tarix aşı Zozongtangning xabar bor ekanligi chiqdi. Ama bu orqali buni o'zimizga selishtirib boqalar. Bizda bu haqda bizim o vaqtdagi ziyolilarimiz emas, keyingi ziyolilarimiz bor. O'zimizning tarixiy qanchalik tushunchimiz bor. Xitoyning tushunchimiz bormi? Albatta yo'q. Biz uni o'sha his qila olmaymiz. Uni munozara qilishimiz o'rniq. Yani men ta'kidlamoqchi bo'lgan cho'nqur nuqta shu. Bizning vatanimizning qo'ldan kelishidagi eng muhim ideal sabablardan biri Xitoylarning tarixi. Bizni azaliy dushman deb bilganlik. O'zining mavjudligi uchun Şimal ve G'arbni asosli tahlikaning manbasi deb bilganligi bo'lsa, ammo Uyg'urlarda va Turklarda o'zining azaliy dushmanining, o'zining azaliy taqdirining, o'zining kushandisining sharqdan kelganligi bo'lgan tushuncha Xitoyning kallasiga tushunchadek ro'shan va aniq, uzul kesil keskin. Bundan. Çünkü bizning ba'zi mag'lubiyatlarimiz, ba'zi xato qilayotganlarimizni ma'lum jihatdan o'sha tarix ilmimizning yetarlik emasligi va fiqhiga bog'lab tushuntirib bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu sababdan shu tarix ilmi deyapti. Endi bugunga qaytib kelsak, bayon matroq qilib o'tdim. Bugungi kunda bu qanday qilsak yetarlik emas. Yetarlik emas. Masalan, sizlar Yaponiyada qarindoshlar. Mesela oddiy bir misolni olaman. Men bu tez yozish, maqola yozish davomida his qildim.
Uyghur tarihi hakkındaki en süperli tədqiqatlar nurgulları Japonca. Japonlar biz hakkında cık eser ilan kılanlık Japonca. Gayet muhim tədqiqatçıları var. Nurgul makalelerini Japoncasını tepip, Japoncasını İngilizce tercüme kıldırıp diyendek aşında köydüm. Mesela Japonya'daki ziyalilerimiz, perindaşlarımız hazır kadar ben bilip aşında muhim Japonlu biz hakkında yazılan eserlerini Uygurcaga tercüme kılmadı. Mani kımmeti var ki, mani Uygurlu bile varsa kımmeti. Ve bu arkalık elbette Japon'da tutan perindaşlarımızı sizin eğitlemek için mesela ona hatta düşünün sağlamaydı. Bu demek şu onun, bu bütün umumiyizlik Uygurlar ki. Adetteki avam dermez, ziyaliyle adamı bu uygarlıkının, bu ciddiyetinin yeterlik derecede konkur emeslikini tırgalamakçı. Elbette Amerika'nın başında. Amerika'nın mesela nurgun tədqiqatçılar var. Müşkettim ben nurgun İngiliz dilinde biz hak yazılgan makalelerini, dissertasyon, magisterlik makalelerini topladım. Biz tercüme kılıp Uygur bulandığını boğmadık derecede intayın köp nerseli yazılıptı biz doğru. Mesela hocam medeniyet inkılabı, Şerif Türkistan'daki medeniyet inkılabı hakkında boğan bir nerselerini karab bakayda karsın. Şu hakkımı mesela Şengizsey devri hakkında, Yangzheng devri hakkında, bizim bayan bir medeniyet inkılabı devri hakkında doktorluk makaleleri var. Hatta Zördün Sabir'in eserleri hakkında İngilizce doktorluk makaleleri yazıp olan. Bir edenin eserleri hakkında. Yani yıllık çetlerdeki Uygurşunaslık Japonca ve İngilizce terakki kılıp bir yerlik geldi. Halbuki biz bir til bilgen ziyaniyle buluyoruz bütünümüzle milletli angı ilgi kılış. İşte tarihi angı ilgi kılış. Muşu cihetki hizmetimiz yeterli emez. Ameliyette biz tulu işletki amrak bir gap var. Yani millet uygansın deyimiz. Uygatış diyen sözü işletimiz. Zaten uyganış diyen ne mi? Uyganış da biz közlü tutkan vakitte zaten hangisi bir nersini uyganış demek yolumuz. Yani o şey birkaç mesele. Birisi üzerinin kimliğini bil demek. Üzerinin kimliğini bil birincisi. Doktora be esli ben bunda bir ecdatından evladım enken o. Yani tarihini bil. Üzerinin kimliğini biliş için tarihini azlı bilişin gerek var. Akalli takazza. Bayan birinin yokşaş. Hatırasını yokaltkan bir adamın üzerinin kimliğini bilişi onun hatırasını esli kilişini takazza andakli bir. İkincisi düşman anlamı. Bu uygunlaştığın yeni bir terapi. Düşman anlamı. Eğer düşman anlamı çalabilirsen demek sen tabi gaflette, sen tabi uykuda diyelim. Demek muşu uygunlaştırmamızın asası için şu tarihi tədqiqatlar, tarih hakkındaki düşüncelerimiz yeterli güçlü kılışken bu bir akalli savat kaynaş gerek. Bizim tilimizde yazılgan durgun tarih hakkındaki yaxşı eserlerimi okulmaya vardı. Mesela bizim dava kılgan kişilerimiz de var. Hem de biz muşu noktadan tabi. Hareketlerde mevcut teşkilatlardaki liderlerimizden faaliyet kılayotganlarning tarix ilmiga, tarix tushunchasiga, tarixiy birikimiga qarab bakadigan bo'lsak, bu ishlar haqiqatan texnik ko'ngilsiz ekanligini. Bizning liderlarimizning, paylaşchilarimizning kitob o'qimaydiganligini, o'zini daryo bakib, to'liqlab turmaydiganligini ko'ramiz. Buni oddiy aytgan vaqtda bayon dedim bu. Biz ma'lum birisi bilan tutuşib qoldik. Birisi bizning dushmanimiz deydi. Bir shaxs jihat. Biz onu taqobil turish uchun eng avval nima qilishimiz mumkin? Bayan degenimga o'xshash, u kim? Deb uning o'tmishini varaqlashga tirishimiz ham. Kim u? Chunki uning kimligini bilsak, uning nima ish qila oladiganligini bayon qila olamiz. Mesela u o'tmishda qilgan bir qancha ishini ko'rsam, ha, ma'lum mandaroqkin, endi bunda qilgidek deb bir qadar to'g'ri bayon qila olamiz. Endi bu Xitoy bilan bo'lgan raqibimizdagi kurashda Xitoyning bunodagi nima qiladiganligini bayon qilishimizning asosi burun nima qilganliklarini ko'rib chiqishdi. Bir narsani e'tirof qilmasak olmaydi qarindoshlar. Ben Budak Melik Vatanı'nda en ahirde çıkan bir Uygur ziyareti sütun bilen. Yani 2017 yılı ahir hesaplandı var mı? Xitoydaki aşı özgürlüğünün yani aşı hazırlıklı ülke bölgecilikten başlanışının alametleri 2014-15'ten başlanmadı. Halbuki biz aşı yüzümüz görgen aşı paketlerini kürek durup mu? Muşunda bir akıbetinin yüz büyük kalıdığanlıkını perez kılamıyor. Yani vatandaki hiçbir Uygur perez kılamıyor. En çok ziyalilerimiz bunu perez kılamıyor. Mesela 2014-15 yılları bütün
nahiyelerde yeniden türmesini çıkar başladı. Mesela ben otelde yaşayotgan bir sütun bile otel şehri içindeki en çok türmeni joyida qo'yib turib, chetdagi bir sayga yo'g'on bir türmesi sağanlığını ko'rdim. Shu vaqtda o'z ko'z oldimizdagi qurilishlar bu. Yoshirin emas, maxfiy emas. Ma binoni silyapti. Ammo shaharning ichidagi turmalarni yıkmadı bular. Demak, bu yangi turma sağandan qaraganda menga odam so'laydi ekan. Kimni so'laydigandi? Kimni so'lamoqchidi deb hayron qilmadik o'zi. Hatta men bilgan nurg'un baylar, qurilishchilarga turma qurilishi bor ekan. Shularning javob qo'yib qo'ydigan yig'inlari bor. Shu qatnashadigan ekan, qanday qilsam bo'ladi deganlarini anglagan. Ya'ni turma qurilishini shirkatlarga Xitoy oshkora xirda chaqirib qilgan shu chog'lar. Ular o'ylab bema turma sinalyapti, bu turmaga kimni so'laydi? Turmalar kenkulanib bo'layapti. Shularni faraz qilamiz. Yana bir mustamlakachi bir kuchni mustamlaka qilingan tuproqdagi millatga qanday muomala qilganligini, qanday siyoset yurgizganligini faraz qilmadi, qilmadi. Bunu zamanına ait tefekkürümüzdeki bir mecruh noktalarımızdan biri. Çoğu tarih emin bu şu noktaya kanda halkı nispeten mi ve dava kılavatkan davanın beşideki kişilerine nispeten mi bizden doğru yolda mevşimiz için düşmanımızdan kelgüsü hareketlerini bir kadar doğru perez kılışımız için nait mühim asas bulalaydı da böyle. Hemen gepini tıkım uzatmayın. Ben bu şimdilik sözler bilgen. Rahmet.